qora ro'yxatga tushib bo'ldingiz. 2 oyda ichida, 3 oyda ichida 200 ming so'm pul to'ladingiz xolos-da. Shunaqa gaplar aka. To'lash kerak-da, kredit olgandan keyin to'lash kerak. Voy, sen bu kredit deb diqqat qilaverman. Seni bir ko'ngil ko'tardan seni ko'tar qo'ying, ey. Xo'sh, nima? Misol senga bir savol, sen xotiningni yaxshi ko'rasanmi, onangni yaxshi ko'rasanmi? Sizchi? Xotinni yaxshi ko'raman. Ha, men ham xotinni yaxshi ko'raman. Savolni oddiysi shu-da. Qarang, aka, uni qo'ying, buni qo'ying. Siz uje 73 million 800 ming to'lashingiz kerak. Tushunyapsizmi? 200 ming. Onasini yemsin bilan shunaqa kreditchilardan zerikdim, jonimga tegdi. Lasi ham, boshqasi ham, bu bankdan ham bo'shayman shekilli. Nima qilishni bilmayapman, kuysa ikkita bolam bilan xotinim va onam kuyar. Zerikdim. Bu odamga bir qandaydir rahmini keltirib ko'raychi, balki rahmi kelganda kreditni berar, bugun boshliq olib oyligimni oshiraman degdi. Qani bismillahirrohmanirrohim. Nima bo'lsa bo'ldi, o'zimni o'zim yaqvoraman men. Zerikdim bunaqa hayotdan, yashashdan zerikdim. Kimga bo'lsa yalinib yolvorishdan zerikdim, jonimga tegib ketdi. Hammasi jonimga tegib ketdi meni. Bir narsa desam, u narsa bo'lmaydi, boshqa narsa desam, u narsa bo'lmaydi. Bankdagi kreditlar ham, bunaqa kreditlar ham hammasi jonimga tegib ketdi. Nima qilishni ham bilmay qoldim. No.